qaysi bir ummatim hayotim mobaynida menga salovat aytishlikni ko'paytirgan bo'lsa, Alloh jalla va ala hamma mahluqotlariga buyruq qiladi, hukm qiladi. Shu banda vafot qilganda gunohini kechirishlikni Allohdan so'rab turishlikka Alloh buyruq qiladi degan ekan. Hayoti mobaynida kimning salovati ko'p bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko'p salovat aytayotgandan keyin dunyodan o'tsa, vafot qilishligi bilan yer yuzidagi mahluqotlarga Alloh yaratgan narsalarga buyruq qilar ekan. Shu bandami gunohini kechirishlikni so'rash mendan. Va butun mahluqotlar gunohimizni kechirishlikni Allohdan so'rab turar ekan. Salovat-i sharifani fazilati hayoti dunyoda inson o'zi uchun qancha savobli bo'lsa, o'tgandan keyin ham shunchalik savoblarga ega bo'lar ekanmiz inshaalloh.